oddiy dog' suv ichib oziyman deganlarning katta xatolari. Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamida doktorim kanalidan tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan oddiy xalq ichida yuradigan doktor Muhammad Erkinjonovich. Bugun ozish uchun qilinadigan xatolarni aytib beraman. Birinchi xato bu och qoringa iritilgan dog' suv ichish. Ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Och qoringa dog' suv ichish mumkin emas. Avvalo turib uyg'onib, tishlarni va og'iz bo'shlig'ini tozalagandan so'nggina dog' suv ichishga ruxsat beriladi. Undan tashqari bir xil odamlar dieta qiladiganda quyidagi xatolarni qiladi. Ya'ni qanaqa umuman ovqat yemay qo'yadi. Bu ham noto'g'ri. Sababi har bir organizmga modda almashinuvi uchun kletchatkalar, beloklar, oqsillar, glikogenlar va uglevodlar kerak. Undan tashqari och qoringa limonli suv ichadiganlar diqqatiga. Hurmatli och qoringa limonli suv ichadigan ozmoqchi bo'lganlar. Bu holatda birinchi o'rinda oshqozon ichak shilla qavatini yallig'laysiz. Ikkinchi o'rinda oshqozon ichak hazm sistemasini buzasiz va oshqozon ichak hazm sistemasi buzilishining oqibatida gastrit, gastroduodenit, Xudoy ko'rsatmasin, yazginnibolizm, ya'ni oshqozon ichak yara kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Va oshqozon ichagi juda ko'p holatlarda insonning immunitetiga ham javob berishni bilarmidingiz? Bilmasangiz kommentariyada plus qoldiring, bilsangiz kommentariyada minus qoldiring. Beshinchi xatolik, bu juda ko'pchilikda hozirda qiladigan xatolardan bir narsasi, bu keto dieta, ya'ni 24 soatdan 42 soatgacha och qolish. Azizlar, bu noto'g'ri. Birinchi o'rinda 6 soat och qolib ko'ring, ikkinchi o'rinda 12 soatlik och qolib ko'ring. 12 soatlik och qolishdan so'ng keyin 24 soatlik yoki 48 soatlik och qolishni sinash kerak va bu holatlarda iritilgan dog' suvi albatta ozordan ichib turish kerak. Keto dietaning maqsadi ham shu. Endi to'g'ri ovqatlanish qanday olish mumkin yoki qayerdan olish mumkin? Ushbu ekraningizda chiqib turgan silka orqali, ya'ni Shifokor Muhammad Telegram kanaliga o'tasiz, obuna bo'lasiz va parhez deb yozib qo'ysangiz, sizga 21 kunlik ratsionni to'g'ri taqdim qilamiz va siz bizning parhezimizni olib 1,5 kilodan 10 kilogacha 21 kunda ozishingiz mumkin. Aytgancha azizlar, har qanaqa ozish dietada cheat meal degan narsa bor. Har noto'g'ri eshitmadingiz. Cheat meal bu 21 kunlik qilgan ratsionni to'g'ri ovqatlanishdan keyin bir kun xohlagan narsalaringizni miriqib yeyishingiz mumkin. Hamma narsani me'yorida bo'lgani kabi ovqatlanishni ham me'yorida bo'lgani ma'qul. Agar siz dieta qilishni bilmasangiz yoki sabringiz yetmasa, oshqozonni 3 ga bo'lish shart. Birinchisi havoga, suvga va ovqatga. Va kechki ovqatlarda asosiy salat, meva va shu kabi sabzavotlardan foydalaning. Shuni shu o'rinda aytish mumkinki, 5 mahal yoki 6 mahal yoki 3 mahal ovqatlanishni Rockefeller o'ylab topgan, o'zini biznesini rivoji uchun. Bizning ota-bobolarimiz azaldan juda to'g'ri ovqatlanishga, ertamagi yengil parhez taom, abidga to'yib baquvvat ovqatlanishgan, sabab ular mehnatni xush ko'rishgan va kechki ovqatga suyuq ovqatlar iste'mol qilishgan. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoning tagiga like bosing. Qaytgancha azizlar, siz qanday qilib ozdingiz? Shu haqida kommentariyada yozib keting. Albatta, sizning yozgan kommentariyangiz biror xil do'stingizga yoki birodaringizga yoki bizning obunachilarga foyda bo'lishi mumkin. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va bizga obuna bo'ling. Sizlar bilan xalq ichida yuradigan oddiy shifokor Muhammad Erkinjonovich bo'ldi.